وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من عاد مريضا ناداه مناد إن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. Kiselni ziyaret kılışının hükmü nime? Kiselge qandaq muamele qilimiz? Onun hakkında qandaq dua qilimiz? Kiselge qandaq teselli birimiz? Kisel ziyaret kılışının adetleri nimelerden ibaret? Qini söhbetimizin davamıga merhamet. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve usalli ve usallimu ala seyyidil evveline vel ahirine Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Dünyanın arkayız cahillerindeki körümen kırındaşlar. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bugün biz Allah'ın yardım bilen hukuk ve mecburiyet namlı programımızın 18. bölümünü sizler bilen ortaklaşış için ben Nizamettin Temkini hukuk ve mecburiyet namlı sohbetimizin daimlik mehmini Ustaz Muhammed Ali bilen bir araya geldik. Sohbetimizin bu bölümünde kiselinin hakları doğrusunda toxtalımız. Esselamu Aleyküm Ustaz Muhammed Ali. Aleyküm selam. Bugünkü sohbetimiz kisel kişilerge qandaq muamele qilish to'g'risida bo'ladi. Sözümüzde biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin musulmonning, yani bir musulmon ustida 5 haqqi bor degan hadisidan başlasak, bu hadisde kiselni ziyorat qilishni sanab o'tadi. Bu hadisga asoslanib kiselni ziyorat qilishni ta'kidlangan sunnat desa, yani bir turkum ulamolar huquqning turidan deb qaraydi. Yani vacib kifoya deb qaragan ulamolar bo'lgan. Mushunga asoslanib turib, kisel yo'qlash to'g'risida bir to'xtalib o'tsak, kisel yo'qlashning shariatdagi o'rni nima? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Esselatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men wala amma ba'd. Sözümüzün başlaştığı ilgili bu sohbetke çağırganlık üçün sizlere teşekkür rahmetimi bildiriyorum. Sohbet için küçük kalan barlık kıymetlerimizde Allah acı azim ata kılsın. Yani sohbet temimiz olan kesel ve keselini yoklaş meselesi hakikaten de mühim meselelerden birisi. Cemiyette bu meseleyi qarıtmanda bir hata görülmüşler şekillenmişlerdi. Mesela cemiyette ictimai ornu var kişilerden ki ağıl qoğal vaqtlarda ulanı aramağılı koymaydan kişiler. Cıqtıqı değil, yoktu hoşlanılacaqdı. Ama ictimai ornu yok kişiler ağırıp qoğal vaqtda ulanı yoqlaydıgan bir muademinin bulmaslıqıdır. Şu başka bu söhbetini bu şekilde ulaştırılışı naiti, muhim ve muvafiq deb qarayım. Adam ağırgan vaqtida birisiga dard to'kis keladi. Yani dard to'kadigan birisini favqulodda xohlaydi. Chunki u og'riydi, yani kasallik degan gap ma'lum darajada uningda bir xil og'riq qoldi, ruhiy jihat sunish bo'libmi, faqat og'rib boqmagan hayotida bak ko'p kasal tatmagan kishilar uchun favqulodda og'ir bo'ladi. Xuddi kichik bola yiqilib tushgan yoki bir zararga uchragan vaqtda dadasi yoki onasiga o'zining uchragan bu zarari yoki uchragan bu ishiga nisbatan dard kelgandek yo'qlab kelgan kishilarning yo'qligini kasalga nisbatan favqulodda bir tasalli bo'ladi, ruhiy ko'tarish. Ya'ni bu musulmonga nisbatan umumiy nuqtadan vojib deb qarasak bo'ladi. Endi bu kasal yo'qlash eng muhim tarafidan birisi şu ağrıgan keselinin manevi, ruhi haleti qanaqalıdır kötürülür. Özünün cemiyetinin normal bir ademlikini his qiladi. Ben bir ademkenman. Hammasi yo'qligandan keyin tunug'an va tunmagan masalan, atrofga yaqin
Xulum xoşlarından tatip, mesela bir yerde işlegen bolsa xizmetdaşları, bir yerde ticaret kılsa etrafdaki do'konlar iş qilib, bunun azroq munosabati va yiroq yaqindan bak yaqin bo'lib kishilar yo'qlagandan keyin bu bir o'ziga nisbatan bir xil odamlik ishonchi, o'zining bir kishilik o'rni. Bu nuqtalar qanday qilib unda shakllanadi? Hozir doktorlar buni aniq davatgan masala kasalning saqayishiga buning birilayotgan moddiy dorilardan bakroq ma'naviy tarafidanki bak etkisi ta'sir bo'lganligini da'vatidi. Mush nuqtadan bak bir muhim ahvol. Undan boshqa kasal yo'qlig'ichi agar aqlliroq odam bo'lsa, biroz ko'pni ko'rgan odam bo'lsa, buning ustiga tushadigan bir ishlar bor kasal yo'qlashda. Ya'ni masalan odamga kasal tekkan vaqtida eng burun ta'sir o'shaydigan taraf ma'naviy taraf, ruhiy taraf. Xuddi mushu kasallardan bu odam bu dunyodan ketadigandek. Og'rib qolmagandek bo'ladi. Chunki kasal deganning ba'zi cho'ng kichik bo'ladir. Azroq zukan tekib qolib ketadigan ahvolda o cho'ng masala bo'lmasa, ammo o'rin tutib yetib qoladigan ba'zi ig'ir ahvollarda kishining kallasiga har xil xiyollar keladi. Bu taraflari insonga ma'naviy jihatda favqulodda salbiy ta'sir qiladi. Bu salbiy ta'sirning natijasida bu odamning kesili kundan kunga qanaqib ketishi mumkin, ig'irlab ketishi mumkin. Yo'qlagan kishi agar azroq bir pamparasatlik bo'lib qolsa, yo'qlagan vaqtida boshqalarningmi mashta bir kasallar giribdor bo'lganligini, asalla turib ketganligini, hozir jamiyatda yurayotganligini, masalan falon bunday kasal bo'lgan, saqayib ketdi degandek, kasalga nisbatan o'zining kasalining ruhiy besmidan qutuladigan bir gap so'zlarni qo'yib chiqitish orqali cho'ng bir yaxshilik qilgan bo'ladi. Mana mushu degandek, mushu taraflardan kasal yo'qlash bak bir hatto bir jonni qutqizib berish deb o'ylasak bo'ldi bu cho'ng jihatdan. Boshqalarning qalbiga aqllisi xushallikni kirgizish, boshqalarning qalbidagi ruhiy jihatga tushkunlikni yo'q qilish. Mush nuqtalardan bu umumiy nuqtadan bir vacib derecalik muhim işlardan birisi. Yani benim tasavvurumda kasal yo'qlagan adam Allah subhanahu wa ta'alanınki bir merhametiga erishgan adam. Yani kasal adam emas, kasal yo'qlagan adam, kasal yo'qlash orqali Allohning merhametiga erishdi. İnşallah suhbatimizning davomida bundan sonra taraflari chiqib qolsa, buni texmo bayon qilamiz inşallah. Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallamninki yana bir hadisida يا ابن آدم مرضت فلم تعدني قال أي ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين degan bu hadisni qanday tushunamiz sen? Hadis bir qator ishlarni tilga oladi ijtimoiy munosabatda ijtimoiy jamiyatninki sog'lom shaklda taraqqiy qilishga munosabatlik bir qancha ishlarni shularning qatorida sizlar o'qigandek bu hadis qudsi Allah bizga xitob qilib turib Ya ibn Adem, ey Adem oğlu, ben ağırdım, kesel oldum, sen beni yoklamadın. Soraydı ki, ya Rab, ey Perverdigarımız, siz alemlerinin Rabbi, qandaq sil ağrıyla, degen bir sual ifadelanıvatıdı. Hadisinin ki jaryanı var. Biz miyada keselgi münasebet tarafından mı okuvatlar? Hadisinin ahırısında yine bunda bir taraf var. Cemiyetteki aç yalan aç. İgi şahsız kişilerge igi sahip çıkış hakkında yabna Adem istedhamtuk ey Adem oğlu ben senden yemek içmek talep kıldım sen bana beğenmedin diye yerde bir ifade var. Kesel babıda hadisinin ahırısında qanday ifade var dese eğer sen aşı keselini yokluğun bolsan meni şu keselinin qeşidi tapalaytdın deydi Allah subhanahu wa ta'ala. Bak kesel babıda deyilgen gap. Andikin başqalığı yemek içmek, tamak birib, sahip çıkış, 5-ci sılaş haqqidagi mazmunlarning oxirida agar sen aşı palaniga yemek içmek bergen bolsan, sen aşı bergen yemek içmekning ecrini mening qeşimda tapıtdın deydi. Avval hadisning aşı bizga munosabatlik tarafini to'liq bir tarjima qildi. Aldı bilan qarindoshlarimizni tushunish uchun. Hadisda Allah bizga xitob qilib turib, ey Adem balasi, sen men og'rib qoldim, yo'qlamading. Ey Allah, seni qanday yo'qlaymiz degan olamlarning Robbi. Bilmadingmi? Palani bandam og'riganti, sen uni yo'qlamading. Agar sen uni yo'qlagan bo'lsang,
Meni Uyatib şunun qeşida uçurtattın. Hadisning oxirida senden men yemek talab qildim, bermeding. Ya Rab, sizlar qanday yemek talab qildilar? Qanday sizlar yemek ko'ramiz? Sizlar olamlarning Robbi. Paloni bandam yemek talab qildi, sen bermeding. Bergan bo'lsang, shu tamoqingni, bergan narsangni ajrini mening qishimda ushurtatding deydi. Diqqatimizni tortadigan bir nuqta bor hadisda. Kesel yo'qlashga kelgan vaqtda sen shu kasalni yo'qlagan bo'lsang, meni shu kasalning qishda ushurtatding ifodasi bor. Tamoq bergan yerda, tamoq bergan bo'lsang, tamoqning ajrini mening qishimda topatdim. Ma ikki ifodaga qaragan vaqtda kesel yo'qlashning u qadar darajalik. Meni shu kasalning qishda topatding ifodasi ajrini, o bergan tamoqining ajrini berishdan necha hassa ustun turadigan bir ifoda yani. Bu yerda bu hadisda bizga beradigan mesaj nima desa, kesel yo'qlashninki u qadar favqul oddiy cho'ng bir ish ekanligining ifodasi. Ya'ni hadis shuni davatudi bu yerda. Keselning o'zalini ayrim alohida bir ahvoli bor. Hatto Allohmi keselga alohida muomala qildi. Xuddi bir odam men bir nuqta ifodalayotdi, men buni bana ta'sir qilgan tarafi shu. Xuddi bir odam og'rib qoldi degan gap. Alloh bilan o'tirda parda qilmadi degandek. Chunki hadis qudsiyda sen uni yo'qlagan bo'lsang, meni shu kasalning qishidan topatding degan gap, kasaldan Allohning o'tirdi nima yo'q parda. Yani sen kasalni yo'qlading, kasalni xushal qilding, uning duosini olding degan gap, xuddi sana nisbatan kasalning qilgan duosi bevosita nima ijobat. Keselning qishqi va'dimi xuddi Allohning qishig'i bo'lgandek. Namozda biz o'zimizni Allohning dargohiga deb qo'yamiz. Shu ifoda bor. Ma hadisning bizga beradigan mesajning yana bir masala, yana bir uchur. Xuddi kesal yo'qlashning hammasi namoz o'qigandek. Ashta bir Allohning huzurida bir ibodat degandek bir xil nimani beradi bu yerda, tuyg'usini beradi. Undan boshqa yuqoridagi hadisdan boshqa kesal yo'qlashning ahamiyatidan birisi inson normalda faqat ağrımasa hayatda, bir falakatga yo'liqmasa, ticaret işlerinde umutsuzlukka uçurab ziyan tartmasa, bağan sıra bir xil deyimlemde özgüvenini favqulodda hamma narsa mening qo'limda. Men degan mashta bir adam sopsoq faqat og'rimaydigan hamma ishni men o'zimning aqli bilan qilyapman deydigan bir shaklda hadisdan boshqa. Bunun kichik odamdan tortib cho'ng bir davlatlargacha bo'ladigan bir ahvol. Yani inson haddidan oshidi. Kesel yo'qlagan vaqtida biz shuni ko'ramiz. Yani insonda bir ochlik bor. İnsanning o'z irodasidan sirt bir holatlar bo'ladi ekan. Yani insonni keynidan qanaq turadigan, kuchlantirib turadigan, ta'minlab turadigan, yordam qilib turadigan shu bir kuchga tayanmag'inida insonning ishi yurishmaydi ekan. Tunugun da sapsaq odam edi. İqtisodiyot tunugun da nayt iqtisodlik odam edi. Bu ahvollar yo'qlagan kishiga nisbatan bir xil signal. Yani bu o'zidagi haddidan eshiyotgan, Allohdan yiroqlashayotgan, masalan, o'ziga bunday haddidan sirt ishonch qilayotgan tarafiga nisbatan bir malham. Bu qoida, bu aniq qoida. Badrda bir misol olay, qisqagina. Musulmonlar urushga chiqmagan. O'ylamagan yerdan cho'ng bir urushning oldiga kelib qoldi. Hammasi ensirayapti. Qo'rqyapti. Düşman o'zidan 3 hassa ko'p. Bular rasmiy urushga chiqmagan bo'lg'achqa qanday quroldan chiqarliq, yengil quroldan chiqardi. Shu holatda jangga kirdi. Bu holatda har bir askarning shu vaqt o'ylaydigan nima bo'lsa, Alloh bizga yordam beradi. O'zida ishonch yo'q, Alloh qo'ygan ishonchdan keldi. O'zga qo'ygan ishonchdan emas, Alloh qo'ygan ishonch bilan g'alaba qildi. Hunayndicho. Hunaynda o kadar ko'p son. Bütün kabileler asasen İslam'a kirgen, Mekke'de istedim ki.
musulmonlarning qo'shiniga qarasami, bu qo'shin qana qilmaydi, yengilmaydi deydigan bir xil o'ziga nisbatan favqulodda ishonch qilib ketish bor. Yengildi. Bu bir qonuniyat. Musulmonga xos qonuniyat. Burada musulmon bo'lgan ekan Alloh bilan bir to'xtamaga kirgan bo'ladi. Musulmon bo'lishining sharti biz to'liq sababini qilamiz, ammo tamomiy kuch-quvvatning hammani kimga nisbat beramiz? Allohga. Shuning uchun duolarimizning har doim birisi la havla va la quvvata illa billahil aliyyil azim. Bu şekilde yani. Allah razı olsun. Ondaqda insanın ki bir kasalga mubtala bo'lishinin o'zi Allohga Cenab-ı Allah Subhanahu wa Taala şu insanın o'ziga yaqinlashtirishni iroda qilgan deb tushunsak bo'ldi ekanda. Yani insonga kimligini tuntudu. Kesel, dert, alam, şu münasebetlerden de başka bir bazı bir xafalıqlar yani mandaq çıtqa vaqtda insandaki bazı bir ko'rgan acizliklar insonga o'zining kimligini bildirdi. Şu vaqtida to'g'ri yo'lni topdi, acizlik nuqtalarini yamaydi yoki itiloqlaydi, ondan keyin g'alaba erishdi. Mana bir hadis var ya, Abu Davud, Tirmizi rahimahumullah rivoyat qilgan. Fa innama turzaquna va tunsaruna bi du'afaikum. Acizlaringlar bilan rizq berilisizlar ve nusrat berilisizlar. Yani insan şunda mağrurlangan vaqtida men manda bir insan bo'ldum yoki biz bir toplum şekilde manda bir jamiyat olduk, manda bir davlat olduk, manda bir millet olduk deb mağrurlangan hamon mag'lub bo'ladi. Qachon o'zining ojizligini eslab tursa, o'zining kamchiligini eslab tursa ve Allohdan yordam talab qilib turib bütün sabablarni hammani qo'llanganida aniq bo'ladi. Men amaliy gapdan birini qilay. Tuluq o'ziga hadidan ziyod ishongandan tayyorlikni tuluq qilmaydi. Qilishga tegishli sababni tuluq qilmaydi. Ammo o'zidagi ma'lum bir ojizlikni his qilib to'g'an odam o'zidan qilayotgan mush ishida oxiriga chiqolmaslikdan ansirab qilishga tegishli tayyorlik, elishga tegishli tadbir hammani tuluq qiladi. Aladigan qadamlarni ehtiyotla oladi. Eng muhimi Alloh qo'ygan ishonch buningda eng yuksak seviyaga yetadi. Shuni bilan g'alaba bo'ladi. Bayatdan qadasini shu. Dal kesel, bugungi suhbatimizning temasi olan kesel insonga o'zining shu taraflaridagi hajmini bildiradi. Sen qanchalik insondin? Xo'sh. Tunugun taxi kuchtungur. Yo'lvas gibi mesela. Arslan gibi. Bunda hökra vatitgan bir inson. Tuyuqsiz bilan og'irdi. İnsanın o kadar acizlikini his qildi. Yani hem müşidlik insan kelman. Mana bu kuch-quvvatni bir vatqani kimken Allah ken deydigan bir xil tunush, to'g'ri tushunch shu vaqtda paydo bo'ldi. Shunga siz degandek kesel amaliyotda insonga nisbatan bir musibat olmasdan insonning manfaati uchun berilgan bir qatimliq nima ogohlantirish signali. Hadi masalan bizningki mana shu Uyghur cemiyetimizde melbette ve sırtıda bulsun. Bizim özümüzden örüp adetlerimizde kişisel yoklaş, bu umumlaşkan bir iş. Yani ama tonuyduğun, bilgen kişilerle özümüzdeki ictimai alaka dairimizde kişisel yoklaşıdığın iş var. Bu sünnetin bu mana çıkamdı o ya ki başka bir mana düşünüşümüz mümkün mü? İnsan köp hallarda meyli dini emirler, dini talimatlar, mesela muşnunga o'xshagan dini vacibatlarni qilishda köp hallarda öz dairesida bo'ladi. Mening suhbatning beshida qistirib qo'ygan ba'zi so'zlarimdan maqsad qilayotganim o'xshash ishga tunish, o'xshash ishga yaqin birisi jamiyatda ijtimoiy o'rni bor, birisining jamiyatda nimasi yo'q, ijtimoiy o'rni yo'q. İctimai o'rni yo'qlaydigan, o'rni yo'qni yo'qlamaydigan nuqtaga qaratilgan. Tabiiyki biz tunimaydigan hech aloqamiz yo'q insonlar bilan tabiiy ba'zi ishlarni qilib olmaymiz. Hatto yo'qlab borsak, uningga nisbatan asli yo'qlashning sababi bo'lgan uning dard alamini yengillatish, masalan, dard alamini yengillatish, uningga voy xotirjam bo'ling, sizdek nurg'a odam og'rib saqaygan, kallasiga kirib olgan, men mushuk kasallan qanaqib ketar, o'lib ketamanmi deydigan bir xil tuyg'u dedim ya. Shu tuyg'uni yo'q qilish qatorliq manda bir maqsadlar var kasal yo'qlashning. U maqsadlar ado olmasdan aksicha bu odam turmusan nish kelganda bo'ladi. G'ayriliklik bir xil his qilib qilish mumkin. Shu mening da'vatqinim A nuqtada bo'ladi. İbrahim Aleyhisselam'ın ki kıssını bayan kılgan ayetmi?
Allah subhanahu wa ta'ala "Ellezî halakani fehuve yehdîn vellezî huve yut'imuni ve yesqîn ve izâ maridtu fehuve yeşfîn." Bu ayet İbrahim Aleyhisselam'ın keselini özgü nispet berişde başka mana mı ifadelandı? Allah subhanahu wa ta'ala insanın hayatında insan için hizmet kıladigan o kadar neçe milyonlarca prensip kanun yanmaktadır. Misal eliş, hacetsiz, kuyaş, ay, hava, yer şarı. Bütün kanuniyetlerinin hepsi muqim. Bizning quyoshning kunda mashriqdan chiqish uchun duo qilishimiz hacetsiz. Ya Allah, bugun quyoshni mashriqdan chiqib bergin demasak bo'ladi. Ya Allah, bugun bizga nafaslanadigan havo bergin demasak bo'ldi masalan. O muqim bir inson uchun xizmat qiladigan qonuniyatlar. Va insonning sog'lomligi va rizqimi şu qonuniyatlarning birisi, ammo o'xshamaydigan tarafi nima desa, bu ikkisi biroz harakatlanib turadi. Ba'zi ko'p bo'ladi, ba'zida oz bo'ladi. Ammo oksigen azob qolmaydi. Havoning yo'qi azob qolmaydi masalan. Bizga berilayotgan suv alhamdulillah alayda havo qolmasa normal. Illaki sog'lomliklarni rizq insonda doim oldiga va keyiniga, ustiga, ostiga harakatlanib turadi. Ba'zida Alloh rizqimizni keng qilib, qanoat ketimiz, maşallah, paravan turmuşda yaşayımız. Ba'zida tuyuqsiz ba'zi bir ishlar tufaylidan pastga tushishga majbur bo'lamiz. Ba'zida sog'lom bo'lib yashaymiz, ba'zi vaqtda og'rib qolamiz. Mush ikki ish bu shaklda o'rinlashtirilish orqali bayram suhbatning beshidagidek insonga nisbatan bir nima ogohlantirish. Texmo to'g'risi bu ifodaniki Alloh qo'ygan nima yiqilishish. Alloh har doim inson o'ziga tortib turgan og'amchini mush ikki nuqtadan iborat. Yani insan shunda bir xafalık uçarsa, shunda bir ziyon bo'lib ketsa jarida darrov qo'lni ko'tarib qana qildi. Har qanday duo qiladi. Bir yiqilishish. Og'rigan odamning har qanday duo qiladi. Bu bir yiqilishish. Demak, bu ikki ishni insonga Alloh zaminda o'rinlashtirgan milyonlarcha ne'matning ichidagi bu ikki ne'mat inson bilan Allohni bog'lab turadigan ne'mat. Ve insan bilan Allohning o'tirini yaqinlashtiradigan ne'mat. Shuning boshqa sizlar o'qigan oyatga sura shu oraninki 78, 79, 83 oyatda İbrahim Aleyhisselam Allah'ını tunuşturuyordu. Rabbini tunuşturup şöyle iki xil ahvalni alayda tilga oladi. Rabbim bana yemek içmek beradigan zat ve men ağrıp qalsam qanday qiladigan zat şifalı. İki ahval Allah'ın tunuşturganda alayda tilga elinishning sebebi Allah bilan menning o'tirni bog'lab turadigan narsa. Birisi rizq, yana birisi nima? Sog'lik. Shunga biz gidimizning temisiga qaytsak, kesel insonga nisbatan musibat emas. Musibat ko'rinsimi? İnsonga ziyonlik emas, ziyonlikda ko'rinsimi? Amaliyotda insonga o'zining kimligini tunutadigan, Robbiga yiqilishish fursati beradigan bir ne'mat deb tushunilsa, mencha xato bo'lmaydi. Allah razı olsun. Hürmetli qarindoshlar, suhbatimiz kesel kishilarga qanday muomala qilish to'g'risida, ya'ni kasalning haqlari to'g'risida davom qilyotdi. Biraz avval kasalning haqlaridan kasalni ziyorat qilish to'g'risida to'xtaldik. Endi ziyorat qiluvchining kasalga duo qilish to'g'risida to'xtalsak, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam duo qilib kasalni ziyorat qilgan vaqtida Allohumma ishfi sa'dan, Allohumma ishfi sa'dan, Allohumma ishfi sa'dan degan rivoyatlar bor va shunga o'xshagan ondan boshqa Peygamber sallallohu alayhi vasallamning kasalni ziyorat qilgan vaqtidagi duolardan Allohumma azhibil ba's, Rabbin nas, washfi anta shafi, la shifa illa shifak. La shifa illa shifak. Shifaan la yughadiru saqama. Degan bu hadislar bayon qilindi. Hamda mana yuqoridagi duolarni chiqish qilib turib, bir shifo haqida azroq bir to'xtalib o'tsak. Peygamber aleyhissalatu vesselam'nınki bizge kesel hakkıda mayli başkalar ağrısın ya gözümüz ağrıp qaraylı. Hatta qiladigan duanı tatip ögütüp koygan dualardan birisi. Ey Allah, özünün namı bilen dua kılıman, ey kişilerinin Rabbi bu keselimni menden ketkizvesler, şifalık versler, özürü şifalık vergüçe, sının şifalıklardan başka şifalık yok. Yani hadisda bizge bəyməkçi olğan şur neyim o dese, insanın sağlamlığı yoki ağrışı ve ağrıgandan keyin şifalık deb şey tamamen kimga ait? Allah'a ait iş.
Biz mana nuqtadan bir qarab baqaylik. İnsonga nazar tashlagan vaqtimizda inson qanday aylangan desa, saqiyish tarafdorini, saqiydigan bir shaklda loyihalangan inson. Qanday saqiydigan shaklda? Masalan, kichik bola cho'ng odam bo'lib qo'yish yo'g'onaydi, so'ngaklari yo'g'onaydi, terilari yo'g'onaydi, masalan, badanda o'zgarish bo'ladi, butun badan a'zolari yo'g'onayishmi? Ma'lum yoshga bo'lgandan keyin to'xtaydi. Demak, buning so'ngi endi o'zgarmaydi. Go'shi endi o'zgarmaydigan o'xshaydi deb tursak, puti sunib ketsa, o sungan so'ngakini qaytadan qanday qilib birisidan tutishib. Bilamiz bizning yurtlarda yerlik tangaqchi deymiz. Sungan so'ngaklarni hammasini chiroyli o'z joyiga akib tangaqlab qo'ydi, boshqa ish qilmaydi. Bugungi doktorxonalarda shu operatsiya qildi deydi. Shu yerga qoldiq qonlarni tozalab degandek so'ngakni asliga akilib jipsilab qatiriblam qo'ydi, boshqa ish qilmaydi endi. Yoki midirmaslik uchun mehlaydi, asliga keladi. Yani bir adam çoğuğucu yuğunidi, tamam bu vaqtda so'ngak yuğunaydi degan deb tursaqmi, odam çoğuq bo'lgandan keyin so'ngak to'xtaydi ya, midirmas o'zgarmaslik kerak so'ngak asli. Lekin shunda sundi, doktor asliga akib jipsilab tengib qo'ydi, tutishib qoldi birisi-birisidan. Biriga kesilib ketdi, go'shi muskullar. U qon chiqayotgan qonni tozalab biriga akib qo'ysak, to'xtab, go'shtlar birisi-birisidan tutishib, bog'lashib, tirilar o'zaro yemlashib, saqib qoldi. Men shu oddiy shaklda doktor emasman, oddiy tildan tushuntiryapman men buni. Doktor atalog'larini men bilmayman bu vaqtda. Ammo demakchi o'g'lim nima desa, normal yuğunmayotgan, o'smayotgan bir insonniki shunda puti sungan yoki bir yeri jarohatlangan hamallam bu yerda bir sistem bor. Darhol aktivalat ko'taplar. Burun yuğunmayotgan so'ng sungan vaqtida birisi-birisidan tutish uchun harakat qiladi o'zaro birisi-birisidan. Burun yuğunmayotgan go'sh shunda jarohatlanib, echilib qolgandan keyin birisi-birisidan tutishib, go'sh yo'q yerga qanday qaynab, go'sh qaynab o'zaro asliga keladigan bir holatga harakatga uyutadi. Mushu bizga nima ifodalaydi desa, inson avtomatik, hozirgi tushunishlik desam, avtomatik saqiydigan bir sistem bor insonda. Illaki insonning Allah ziminda qo'ygan yemek-içmek, dam olish, uyqu, yasham qoida prinsiplariga uyg'unlashmaganlik uchun kasal paydo bo'ladi jamiyatda o'zida. Ya u ya bu sababli endi. Va mushu paydo bo'lgan kasalga agar normal bir muhit hozirlansa, insonning badani qaysi tarafga qarab mangadi, saqish tarafiga qarab mangadi. Ya'ni bir doktor, bir yani davoladi degan gap. Sirtdan bir narsa qo'shmaydi. İlla ki şu bedendeki şu ağırgan, kesel olgan yerlere nispeten normal muhit hazırlaydı. Normal üstüşüge daxil qilayotgan viruslar mesela. Hazır yalloq deylen mesela. Şununga qarshi şunu to'xtatadi. Andan keyin beden o'zining normal o'sish sistemasi qo'zg'alib, shu o'sish tarafga qarab asliga kelishga boshlaydi. Mening tushunishimda doğrunun bedenge payda qilish ahvoli bu. Yani bedenning normal hayotini davom qilishga qarshi bir virus paydo bo'lganlik uchun inson og'riydi. Doktorning qiladigini mushu virusni qanday qiladi? To'xtatadi, vaqtli bo'lsin yoki mangulik bo'lsin. Ma virus yo'qolgandan keyin badan normal holatga o'tib, saqiyishga qarab mangadi. Bu demak, nima demak endi? Saqiyish insonning vujudiga o'rinlashtirilgan bir sistem. Bu noktadan men saqaydim degan vaqtimda buni hali doğrudan emas kimdan ko'rma? Alloh. Doğru nokta qat sabab bo'lishimiz kerak. Hadisda ente shafi. Ey Allah, o'zri shifolik verguchi. Sizning shifoliklardan boshqa shifolik yo'q degani asli saqiyish uqumi insonning vujudida bor. Saqiyish iqtidori insonning vujudida bor. Doktordan qilgani faqat insonning vujudining shu saqiyish, yaxshilanish tarafiga qarab mangadigan muhit hozirlash bas. Qolganda saqiylikni insonning o'zi. Endi bu sistemni, bu iqtidorni yoki bu alohidalikni inson vujudiga kim qo'ygan? Alloh. Bu noktadan shu saqaytish, saqiyish, shifolik hammasi kimdan? Alloh subhanahu va taolo. Hadisning bizga berayotgan tushunchasi bu.
Mening aladigan tushuncham bu. Bunda şu yuqorqi dua tusa olgan şu hadislardan Peygamber sallallohu alayhi vasallamniki kasalni ziyorat qiluvchi kasalga shifoning Alloh tarafidan bo'lganligini bildirib qo'yishi lozim bo'ladimi? Ya'ni bir gap mushu savolga nisbatan esimga keldi yana savolga javob shaklida. Shuni tushunishimiz kerak. Doktorum shuni tushunish kerak. Kasalni shuni tushunish kerak. Bu yerdan bu hadisdan ikki xil narsa chiqadi. Allah shifolik birdig'anligiga doktorni ishonish kerak. Va kasalni qana qilish kerak, ishonish kerak. Doktorning ishongina nima deb ifodalanadi desizlar? Doktorning kallasida Allah bir kasalni bergan ekan. Bu kasalning cho'qim nimasi bor, to'g'risi bor. Allah buningga shifolik beradi degan tushuncha o'rnag'anaman doktor tumaydi, jim tumaydi. İzdinidu. Bu kasal cho'qim saqlaydi. Allah cho'qim shifolik qiladi. İzdinidu. Bu vazifa doktorga tushishi. Hadis bizga shu ishoratni beradi, shu mesajni beradi. Kasalchi desa olamlarning Robbi bo'lgan, qudrat egisi bo'lgan zotning o'zini saqlaydiganligiga ishongan vaqtida uning ma'naviy ruhiy jihatdagi tushkunlik sababidan kesal ig'lab ketadigan hech qanday bir salbiy ta'siriga qanday uchmaydi. Yamanchi ahvollar va misollar bor. Ba'zi doktorlar kasalga da'vat etadi. Siz falon rakopsiz ya bu kuni kasal bo'libsiz, ya ishga umringiz qolibdi yoki 3 oy umringiz qolibdi. Qarasa hepsidan gulab qolgan. Ba'zi necha umr ko'rgan. Nimishqa desa chunki 2-3 oylik umr emas. 10 yillik umrin qolibdi. Kesin agar qo'lga qog'ozni birisi berilsa, balkim shu odam 10 yil yashayolmaydi. İnsan Allah subhanahu va taoloning insonning hayotini yushunlar. Bu insonga berilgan bir ne'mat bu. Agar sen 50 yil umr ko'rsa deb bir aniq bir vitilinsa, masalan, bunday emas qo'y, inson 50 yil xushal yashayolmaydi. Shu Allah yushun qilgan uni kasalga akilib insonning ma'naviy tarafi bak muhim, ruhiy tarafi bak muhim. Doktor aka plan sizning 2-3 oy umringiz qolibdi dedimi? Bo'ldi u kasal 2-3 oy emas, balkim 2 kunda yoki 2 haftada vafot etib ketishi mumkin. Shunga hadisdan bizga beradigan masala nima u desa, birisi doktorninki bu kasalning mutlaq to'g'risini bog'liq qilishinish. Allohning shifolig'iga va izlanish kerak. Uning vazifasi o. Kasalning bu hadisdan oladigan nima desa, xotirjam bo'lish. Ko'nglini rahat tutish va yo'qlab kirganlarni musha hadisga o'xshash va boshqa so'zlarni qilish orqali buni rahatlatish. Kallasga kirib olgan ölüm qayg'usini qanday qilib chiqaradish. Bu pek muhim nokta. Undaqda masalan bizningki ba'zi doktorlarimizningki masalan bular albatta diniy nuqtadan chiqish qilib demasligi mumkin. O'zining kasbining taqozosi bo'yicha o'zining bilgan shu kasbning doirasi ichida, bilgisi ichida yoki shu mazkur kasalninki ig'ir yoki yenilikka qarab turib manchilik umr ko'rishi mumkin deb taxmin qilib siz manchilik yo kasalning yaqinlariga masalan bu kasal manchilik umr ko'rishi mumkin yaxshi biqib o'ylanglar u bu deydigan o'xshash gapni deyishi va kasalning yaqinlariningmi yoki kasalning o'zidanmi doktor meni qutqizib oling deyishi deganga o'xshagan so'zlarning sodir bo'lishiningki xato ekanligini tushundimmi hozir hamda sizlarning yuqori so'zlardan ilmiy nuqtadan insonning a'zolarining hammasining ma'lum darajada bir insonning hayotining davomlash uchun yaraydigan bir kalite sifat bo'ladi. İnsanlar mesela asosiy rais a'zolari kadin chiqib qolsa inson yashayolmaydi. Doktor ishidagi ahvolga qarab turib, palaniyaninki hozirgi ahvolidan qaraganda manchilik berdashlik qilish mumkin. Va kadin chiqmay inson o'ladi qolmoqina qanday. Bu nuqtadan ilmiy nuqtadan deyishi mumkin. O doktorning uni bilishi xato emas. Uni faraz qilishi xato emas. Ammo axloqiy nuqtadan kasalga bo'lgan kuyinishi nuqtadan buni kasalning o'ziga oshkorlab bir-iki ig'ir kasalni ishga qilitish va axloqiy nuqtadan to'g'ri ish emas. Ammo yaqin tuqqanlarga yoki kasalning valiylariga ma'lum tayyorlik yoki ba'zi ishlar uchun oldin ola xabar berilsa cho'maslik yo'q. Yana takrar ta'kidlaydiganimiz nima bo'lsa, shu og'riq azobini tortayotgan kasalning amal qilib og'riqni yengillatish kerak, ruhini ko'tarish kerak, og'riqni ig'irlashtirishga yoki bir alam ustiga alam qo'shib ruhiy tushkunlikni ham ig'irlashtirishga bo'lmaydi. Masalan, kasal ziyorat qiluvchi kasalning yenidan
tezroq ayrilish kerakmi yoki uzoqroq ma'lum muddat, ya'ni vaqtni uzoqroq o'ltasin bo'lamdi va bu vaqt sunnatning ko'rsatmasi. Hamda kasal bir xil rahatsizlik insondagi. Bu vaqtda kasal biroz rahatga muhtoj. Ba'zi kasallar va balkim yo'g'ilib turolmaydigan, ba'zi kasallar va pat-pat suvxonaga borib bo'lmaydigan, ba'zi kasallar va dorilarni yoki ukullarni olib olmaydigan. Ondan keyin ukul selish jarayoni yoki boshqa ishlar bir xil afsiz bo'lishi mumkin. Shu nuqtalarni o'ylagan vaqtida kasalning qashig'iga kirgan vaqtimizdagi asli prinsip uzun o'tmaslik. Ya'ni en qisqa bir şekilde ko'nglini ko'tarsak ko'tardik deydigan yaxshi gaplarimiz olsa, dedik ekiladigan so'g' salomlarimiz olsa, ba'di duo salomlarni qildik, undan keyin tez fursatda qana qilish kerak, ayrilish kerak. Bu asli sunnat. Ammo kasal endi odam qaraydigan kasal. Qarasa o yerda qopsitiq bo'lmagan, yolg'iz odam sirab qoldi. Pırağınışlayan adam olsa ruhi qanday qiladi, ko'tariladi. Va kasalmi shuni xohlaydi. Ma ahvol bo'lib qolsa, u vaqtda masala yo'q. Yuqorida hadisda "Washfi va anta shafi" degan hadisning mazmunini tushunib o'tgan bo'ldik va undan keyin Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning yana bir hadisi zikr qilingan bo'ldi. "Ma anzalallohu min da'in illa anzalallahu dawa." Ya'ni bu hadis kasalga umid bag'ishlamdi endi. Bayatın deganimdek, bayatın deb o'tdim bu nuqtani. Allah her qanday bir kasalni bergan bo'lsa, mutlaqo buning bir nimasi bor to'g'risi. Buning ikki tarafi bor. Takrorlay. Birisi doktorga nisbatan izdan degan o'shu. Cho'qim to'g'risi bor. Bu hadisdan keyin bizga bir duo o'shur. Allah har qanday bir kasalni bergan bo'lsa, buning nimasi bor to'g'risi bor degani, birisi doktorga bergan bo'lsa. Sen izdan. Vazifang o. Kasal görgeni nima bo'lsa, sen saqiysa degan gap bu. Bunun kasalning ma'naviyatining ko'tarilishiga nisbatan favqulodda nimasi bor? Muhimdir. Umidsizlanmaslik yani. Kasal shuni aniq bilish kerakki, men saqiyman. Mashtalam bo'lish kerak. Kasalni bergan Allah cho'qim mutlaqo buning bir nimasi bor, to'g'risi bor, men xotirjam. Ma shaklda muomala qilish kerak. Yani şifani Allah nisbat bilish, hargizmi doktor ko'rinishini cheklab ya, ona deganlik emas. Shifoni Allohga nisbat berish deganlikning o'zi kasalga nisbatan favqulodda bir ishonchga ish. Bu hargizmi doktorga borma, uyda yot, kasalga Xudoy, ya unda shu, nima unda ish bor? Allah bayatın deganimizdek dunyoda o qadar sabab qonuniy alamni o'tirib qo'ydi. Har ishninki muqaddimasini qilsang, natija chiqadi dedi. Shu ishlarning qatoridan birisi og'riq. Og'riqni Allah yaratdi. Kasalni Allah yarattı. Ve bu kasalga qarshi dorini kim yarattı? Allah yarattı. Allah'ın bizning talab qilgani og'irdan bu dorini akib tepib yoki qo'llan degan buyruqi. Biz shu buncha qilib undan keyinkini butunlay kimga qo'yamiz? Alloh. Bu yerda bunda bir nuqta bor. Men qisqa ikki jumlaga xulosalay. Butunlay Allah'a tayinish. Başka hiç narsaga qaramasdan. Ve butunlay yoki butun vujudimiz bilan doğru ishlatish, davolanish xuddi undan boshqasi foyda qilmaydigandek. Ikki prinsip teng bo'lishi kerak. Mu'min bo'lish sifatimiz bilan qalbimizga qilchlikni kelmaslik kerakki, Allohdan boshqa hech qanday tayanchim yo'q. Bu kelish kerak qalbimizga. Allohdan boshqa hech qanday bir narsani qalbimizga kelmasligimiz kerak. Mu'min bo'lish sifatimiz bilan ve yani şu mu'min bo'lish sifatimiz bilan Allohning sababga buyurgan bir bandalar bo'lish sifatimiz bilan zaten doğru qilmasam qat'iy saqlaymayman. Demek maddi ve manevi sebepni teng ilib bilishimiz muhim. Allohning buyrug'ini bu yani. Hergiz ba'zi ishlarimiz aqmagan vaqtda biz xato tushuncha bilan tavakkul deb atib olamiz. Bu tavakkul emas, yo'lni verish. O ba'zilarni xato qilib qo'ygan. Masalan, doktor doğruni belgilab berdi. Shu vaqt yeysiz, anda qilingan sanspirlar bilan bildi. Mush nuqtalarga xuddi ashta yemisiz payda saqaymaydigandek muomala qilib yeymiz. 3 kun davolanasiz, zaten 3 kun davolanmasak saqaymaydigandek davolanamiz. Bu doğruni saat degan soat manjida, kes soat manjida qo'llanasiz, xuddi shu soat minutga rioya qilmasak saqaymaydigandek rioya qilamiz. Xo'sh.
Bu sebepni tutqanlık talebi ve onun arkasından kalbimizde Allah'tan başka oylamayımız ki bu kişilerin fakat kim şifalı kurudu? Allah'la şifalı kurudu. Bu noktadaki doğru change bu. Herkes bu yerde sen Allah'ın bendisi Allah şifalı kurudu. Davalanma. Bunda iş yok. Ya ki Allah'ın çıkırıp de doğru abdan işletsen sakı ise bunda iş yok. Biz mümin bulu sütümüzle bu iki nokta bizden buludu tamam oldu. Yani bir sualım ama biraz yetişik doğru kıldı bu meselelerini aydınlaştırışqa. Cemiyetimizde körülüvatkan ve ya ki bazıları sel qaravatkan yani bazıları nayeti çoğun turu bilip bu meseleni kisel boğucu ziyan tatıvatkan ahvallar mı? Yok emas. Kisel kız hanımlarının doktorga görünüş doğru bulamdı. Eğer bolu desek nemi şartlar aslında doğru doğrusu olur. Asli bir Müslüman cemiyeti Müslüman cemiyeti toplum. Herkes ben Müslüman dep oylayatkan. Her bir adamın bu sualını soraştan ilgili üstü komanda bir mesele düşüyor. Cemiyette ayal tam okşaş bir dünya bu. Erma yaşaydı, ayalma kana kılıdı yaşaydı. Erma ağrıydı, ayalma kana kılıdı, ağrıydı. Bunu biliş gerek. Dinimizdeki ayal oturdaki arılışış noktasında bir önümüz var, talimatı var. Bir ölçemler var. Ayal ağrıp qalan vaxtıda ergi kürensi bulandı degan sualdan ilgili ve bille bana iki sual düşüyordu. Ayalga kürensi. Doğanlık mesele ayal ergi kürensi emez, ayalga kürensi. Bu noktada okşaş bu ikisi. Bunun da mühim bir mesele var. Sizin kallanızga kelgen şu namahremle öz ara birisiga ayalga kürünüş meselesi, ayal erge kürünüş meselesi, bu namahrem meselesi hakkında hakiki oylangan bolsanız siz bunu qanday tayyorlab qildingiz? Yani ayallarni davolashga yetarlik ayal doktoruna hazırladınız mı? Elini davolashga tegishlik doktoruna hazırladınız mı? Yo'qmi? Eğer hazırlagan bolsanız üstünüzdeki bir vacibni ada qilgan bo'lasiz. Hazırlamagan bolsanız siz mahaqda o'ylanishdan ilgari mushu ishning oldimizga kelib qolmasligi uchun ayollarimizniki namahrem erlarning oldida davolanish uchun majbur bo'lib qolmasligi uchun erlarning namahrem ayollarning oldida davolanishga muhtoj bo'lib qolmasligi uchun hozirdan boshlab har bir o'zini musulmon men mas'uliyat va ustimda deb o'ylagan odamninki mush nokta uchun harakat qilishi vojib. Bütün Müslüman ayollarımızın davalanışına yeterlik ayol doktorluğu bizning aramızdan çıkış gerek. Bütün Müslüman erlerinin davalanışına yeterlik doktoru bizning aramızdan çıkış gerek. Bu mening sizning sualga naq javob berishdan ilgari qiladigan bir tavsiya. Mencha masalani ifodalayapti. Maqsadni ifodalayapti yani. Allah'ını dükkanı yardımlaştırış bu sebepler bilen terbiyesiga ahamiyat bermaslik, millet uchun yalanlıq adam qilmaslik, mesela onu oylamaslik. An növt kelgan vaqtida doktorunun oldida ayol doktor davolansa bulamdı. Ayol doktorunun oldida doktor davolansa bulamdı degan savolni so'rash bu haqiqatan bir bema'nilik va ahmoqonlik. Tamam. Savolning o'ziga kelgan vaqtimizda İslamning asli qoidasi bo'yicha men degandek ayol doktoruni ayol davolash kerak. Doktorunu davolash kerak. Eğer aşta şarait hazırlansa bunda sual çıkmaydı. Şunda. Çıkmadı, çıkmaydı. Çıktı degan gap ihtiyaç var degan gap. Ayollarımız zarar görüşüyorsa, erlerimiz zarar görüşüyorsa. Erler qanda davolanması bo'lmagandek, ayollar davolanmasın bo'lmaydi. Qana qilib davolanmasa, davolanmagandan keyingi salbiy natija texmi axir bo'ladi. Şoňaşqa bunun da faqat zaruratla muhim bo'lgan vaqtida, ya'ni zaruratlar bo'lib qolgan vaqtida Alloh subhanahu va taolo harom ishlarni muboh qiladi. Fiqhiy ma'ruf qoida. Hojat miqdorida en ehtiyot qilgan bir shaklda qana qilish kerak, davolanish kerak. Endi men o'ylayman, endi haqiqiy iffatlik bir musulmon doktor oldiga davolanish uchun kelgan
ayolga nisbatan kuyinish ko'zidan qaraydi va qarashga tegishli bo'lmagan yerga qana qilmaydi, qaramaydi va qaramaslikka kerak. Bu nuqtalarni alohida qana qilish kerak, ta'kidlanish kerak. Qanaqturligi jamiyatdagi naq kasal o'g'ayana emas, masalan, aniqroq desak endi doktorxonalarga kirsa tashvish uchun kiyimingizni butunlay selang deydigan masalan. Yoki butunlay samisin bo'ldiga yerda butunlay selang deydigan manda holat bo'lib qolsa qat'iy bo'lmaydi. Cho'qim doktormi bu haqda rioya qilish kerak, diqqat qilish kerak. Ayollar va erlar o'xshash bu haqda. Erlarning ayollarning oldida masalan echilsa bo'lmaydigan yerlarni yetishi, masalan ayollarning o'xshash, hukm o'xshash. Bularmi aşı hajat miqdorida ham qattiq diqqat qilgan bir shaklda o'zining kasalini davolansa tamamen bo'ladi. Ya'ni har taraf qana qilish kerak, ehtiyot qilish kerak bu tarafda. Ya'ni agar ayol doktor bo'lmagan ahvol ostida diyonatli musulmon doktorga ko'rish bo'ldi demoqchi. Ayol doktor bo'lmagan vaqtida tartib bo'yicha keladi. Ayol musulmon pak doktor bo'lish kerak. Bo'lmaganda musulmon bo'lmasmi ayol doktor bo'lish kerak. Bo'lmaganda undan keyin musulmon diyonatlik, iffatlik er doktor bo'lsa, zarurat miqdorida, hojat miqdorida davolansa bo'ladi. Bu tartib bo'yicha mana shu kerak. Yana ta'kidlaydiganim har taraf bak diqqat qilishi kerak bu nuqtada. Unda bo'lgan vaqtida bu yuqoridagi savoldan yana bir savol tug'ildi. Endi masalan qiz xonimlarning er doktorga ko'rinish to'g'ri kelganda xilvat shakllanmaslik uchun yanada mahrami bo'lishi lozim uni. Diqqat qilishga tegishli kerak deganim shu. Masalan u xonim qizlarimizdanki yo'ldosh bo'lib qolsa, yo'ldoshi bilib berish kerak. Xilvat qo'ymaslik kerak. Yo'ldosh olmagan taqdirda uningga mahram bo'ladigan birisi hamroh bo'lish kerak. Mush nuqtalarda alohida diqqat qilinsa bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo bizni ashta bir qiyinchiliklarga qo'yishdan saqlasin. Millatning ayollarimizni davolag'idek ayol doktorlarimiz, erlarni davolag'idek er doktorlarimizni ko'plab chiqib bergani nasib qilsin. Millatning kalisiga shundan o'tchanchi ato qilsinki, masalani yildizni hal qilsin. Savolni er doktor ayol doktorga ko'ransa, bulamdo ayol doktor ayol erga ko'ransa bulamdo emas. Aslında sualning tushib qolmasligi uchun Alloh subhanahu va taolodan bizga tavfiq so'rayman bizning millatimizga. Oldin Allah millat bunga harakat qilish kerak. Masalani yildizni hal qilish kerak. Deb bizning vaqt munosabati bilan suhbatimizni bu bijaga bo'lgan bo'ldi. Oxirisida biz muhojiratdagi yashayotgan Uyg'ur musulmonlarga masalan Yevropada olsun, Türkiye'de olsun, başka memleketlerde olsun, yukarıdaki sorulgan sual köp uçuraydıgan, ya ki hiç nasip olmaydı o dep, ya ki özü halap ayal doktorga, ayal doktorga baradigan, ya ki aile doktoru oladigan ya ayal oladigan, aile oyuncu kesilini köktüdigan, başında ahvallar mevcut. Bu meselede nimelerge dikkat qilish kerak. Qayta yuqorida so'zlanib o'tdi. 30 sekundlik bir xulosalab. Ya'ni biz vatandan ayrilib ketdik hozircha vaqtliq. Vatan sirtida yangi bir dunyo qurish to'g'ri kelib qoladi endi. Qurib bo'lguncha balkim sizlar o'tirib qo'ygandek majburiy ahvollarga duchor bo'lamiz. Ama şunun uchun ham men qarindoshlarimga tavsiya bir millatninki diniy qimmat qarashi, urf odati saqlanishga kerak bo'lgan taraflarning hammasiga ko'ngil bo'lsa. Vatan sirtidagi bir butun jamiyatimizni to'liq qurib chiqsak, bugun kasal munosabatlardan chiqdi bu gap. Bir mush munosabatlar texmo masalani shaxslab tafsilotiga kirsak, qisqacha xulosa shaklida. Masalan, bugungi so'ralgan savolga o'xshash o'zimizni davolaydigan doktorimiz o'zimizdan chiqishi. Buning uchun millat harakat qilishi, nima kerak bo'lsa shuni qilishi. Mayli boshqa hamda siyosiy va boshqa ijtimoiy iqtisodiy jihatda bir millatning mavjud bo'lib turishiga, ya'ni o'zining iymonini saqlagan bir shaklda
örf adetini, qimmat qarashini saqlagan bir şekilde mevcut bo'lib turish uchun nima kerak bo'lsa, nima lozim bo'lsa, bu shu ummatning ustiga umumyuzlik vojib bo'ladi. Shu ish vujudga chiqsa, tamam, ummat bu vazifadan ado bo'ladi. Agar shu paytda qilib qilib o'zining mavjudligini saqlaymiz millat, mushu millatga a'zo ta'var edigan har odam qiyomat kunisi Allohning oldida bir millatni zoya qilayotganlik mas'uliyatini ustiga oladi. Bunun sual soruğa qoladi va bunun jazosini tatidi qiyomat kuni. Men millatimizga mushuni alohida eskartaman. Allah razı olsun. Hürmetli görünmenler. Kesel kişiler qanday muomala qilish to'g'risida va kasalning haqlari degan mavzudagi huquq va majburiyat nomli darsimizninki 18 bölümünü müşahede oxirlashtirman. Bu munosabat bilan suhbatimizningki mehmini ustoz Muhammad Aliga rahmatimni bildiraman va Janob Alloh subhanahu va taolo dunyo va oxiratda yaxshilik tilayman. Va shuning bilan birga barliq ko'rurman qarindoshlarga va bu suhbatni tarqatgan, paylashgan, ham bahrilagan qarindoshlarga Janob Alloh subhanahu va taolodan dunyo va oxiratda yaxshilik tilayman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.